Men uydaman. Erim kech qaytadigan navbatchilikda. Telefonimda xabar: "Salom, qanday yuribsiz?" Bu erimning eng yaqin o'rtog'i Davron. Uning bu xabarlari oxirgi paytlarda tez-tez chiqa boshladi. Avvaliga oddiy hol kabi ko'rinar edi, lekin ich-ichimda nimadir o'zgarayotganini sezardim. Davron doimo muloyim, mehribon edi. Men esa oxirgi vaqtlarda erimdan e'tibor topmay qolgandim. Bir kuni u uchrashishni taklif qildi. "Faqat gaplashamiz", dedi. Rozilik berdim. Uchrashuv, bir piyola qahva, bir necha sokin so'zlar va bir qarashda yuragim larzaga keldi. U meni tushunar, qalbimdagi bo'shliqni to'ldirar edi. Qo'llarimiz tasodifan tegdi, yuragim tez ura boshladi. U ham his-tuyg'ularini yashirmasdi. Oramizda ehtiros uchquni chaqnadi. O'sha damda vaqt to'xtagandek tuyuldi. U labimga yaqinlashdi, lekin og'zini tutdi. "Agar sen rozi bo'lsang", dedi ohangdor tovush bilan. Men jim edim, lekin ko'zlarim hamma gapni aytib turardi. Biz o'sha kuni faqat quchoqlashdik. Ammo bu oddiy quchoqlashuv emas edi. Bu yuraklar tilida yozilgan izhor edi. Endi men ikki olam orasida qoldim, erim va qalbim egasi Davron. Oradan bir hafta o'tdi. Har kuni telefonimga Davrondan xabar kelardi. Oddiy so'zlar orqasida yashirin istaklar bor edi. "Sog'indim, bugun seni ko'rishni istayman." Yuragim urib ketar, barmoqlarim titrar edi. Yashirin hislarim yildan yilga to'lib toshgan edi go'yo. Nihoyat u taklif qildi, "Yashirin joyda uchrashamiz. Faqat biz ikkimiz." 3-4 soniya jim qoldim. Keyin yozdim, "Mayli." U meni chekka bir dam olish uyiga olib bordi. Atrof jimjit, qushlar sayraydi, havosi musaffo. Ichkariga kirganimizda yuragim tez ura boshladi. Ko'zlarimiz bir-biriga qadaldi. Bu safar oramizdagi to'siq yo'q edi. U menga ohista yaqinlashdi. Sochlarimni siladi. "Sening yoningda o'zimni tirik his qilaman", dedi. Men bu so'zlarni hech kimdan eshitmagan edim. Uni quchoqladim. Biz bir-birimizga so'zsiz izhor qilardik sevgimizni. Tongga yaqin u meni yana quchoqladi va pichirladi: "Men seni sevib qoldim, Zaynab." Endi yuragim ikkiga bo'linib qoldi. Ammo birinchi marta ayol inson sevgan odam kabi o'zimni to'liq his qildim. Ertalab uyga qaytganimda erim hali uyg'onmagan edi. Uning osoyishta uyqusi, begam chehrasi yuragimni siqib yubordi. Ichimda vijdon azobi uyg'ondi. Axir u hech narsa bilmaydi-ku, deb o'zimni ovutadim, lekin qalbim jim emasdi. Kunlar o'tdi. Davron bilan yana ko'rishdik, lekin bu safar u jiddiy edi. "Men seni chin dildan sevaman", dedi u, "lekin har kuni seni boshqa erkakka qarashli bilib yashash, bu menga og'ir. Sen tanlov qilishing kerak." Bu so'zlar yuragimni tilkapora qildi. Men necha yillik turmushimni, bir uy, bir nonni, yaxshi-yomon kunlarni qanday tashlayman? Ammo yuragim Davronni istar, uni ko'rmasam nafasim qisilardi. O'sha kuni kechqurun erim bilan ovqatlanayotib, uning ko'zlariga tikildim. Qandaydir sovuqlik bor edi unda. U hech narsa demasa-da sezayotgandek edi. Ichimdan titrab ketdim. Agar u bilib qolsa-chi? Agar hammasi tugasa-chi? Endi hayotim burilishda. Bir tarafda sodiqlik, boshqa tarafda muhabbat. Tanlov qilishim kerak edi. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Deraza ortidan tomchilar oqib tushardi. Yuragim ham xuddi shunday tinmay oqayotgan ko'z yoshlari kabi to'lqinlanar edi. Men endi bu holatda yashay olmasligimni tushunib yetdim. Nimalarnidir baribir aytishim kerak edi. Kim bo'lishimni, kim bilan bo'lishimni tanlash vaqti kelgan edi. Davron meni bir ochiq joyga taklif qildi, shahardan biroz narida, quyuq daraxtzor ichida joylashgan sokin joyga. U menga bir qaradi. "Bugun sening qaroring haqida bilmoqchiman", dedi. Men sekin bosh egdim. "Men seni sevaman, Davron. Yuragim, tanam, qalbim hammasi seni istaydi. Lekin bu haqiqat bilan yashash uchun jasorat yetmayapti." U hech nima demadi. Faqat qo'limdan tutdi. Uning qo'llari issiq edi, yuragimga taskin berardi. "Uni tark eta olasanmi?" so'radi u asta. Men yutindim. Ko'zlarimda yosh. "Agar men seni tanlasam, hayotim o'zgaradi. Oila, tanishlar, obro' hammasi ortda qoladi. Lekin seni yo'qotishga ham toqatim yo'q." Biz uzoq quchoqlashib turdik.
Bu quchoq e'tirof edi, iqror edi, muhabbatning jim tilida aytilgan so'zlari edi. Kecha tun bo'yi uxlay olmadim. Yuragim dopillab urar, xayolim faqat bir joyda, tanlovda. Davron ham, erim ham bunga loyiq. Biri muhabbatim, biri hayotim. Tong otganda o'zimga o'zim shunday dedim, endi yashirinib yashay olmayman. Qachondir bu tugashi kerak. Men ayolman, his qiladigan, sevadigan, lekin javobgarlikni ham unutmaydigan insonman. Ertalab erimga qarab qarorimni aytmoqchi edim. Ammo u mendan oldin gap boshladi. Bir necha haftadir o'zgargansan, dedi. Men buni sezdim, lekin sukut saqladim. Yana hammasi o'zgaradimi deb umid qildim. Men ko'zlarimni yumdim, yuragimdan og'ir nafas chiqdi. Ha, dedim, hammasi o'zgaradi. Men ketmoqchiman. Erim indamadi. Faqat o'rnidan turib xonadan chiqib ketdi. Oramizda minglab so'zlar jim turdi, ammo aytilmagani og'irroq edi. Men Davronga yozdim, men tanladim. Seni endi yashirmaymiz. U darhol javob yozdi. Men seni butun borligim bilan kutdim. Endi birga yashaymiz, ochiq, erkin, haqiqiy hayotda. Bugun men o'z hayotimni qayta boshladim. Og'riqli bo'lsa-da, bu mening qarorim edi. U bilan yangi uyda birga yashay boshladik. Barcha narsa go'yo yangidan boshlangan, toza varaq, toza tuygular. Ammo ichimda qandaydir galati boshliq bor edi. Uyqum buzilar, yuragimda xavotir, noaniqlik his qilinar edi. Davron avvalgidek emasdi. U menga mehribon bo'lsa-da, ko'zlarida sovuqlik paydo bo'ldi. Bir kuni u so'z boshladi. Zaynab, men ko'p o'yladim. Men seni sevganman. Hali ham hislarim bor, lekin ichimda bir narsa qiynaydi. Sen eringga sodiq bo'lmagan ayolsan. Men bo'lsam endi navbatdagi qurbonmanmi? Men titrab ketdim. Nima demoqchisan? Bilasanmi, menga senga ishonish qiyin. Chunki bir kun kelib men bilan ham shunday qilishing mumkin. Ayol bir marta xiyonat qilsa, bu izsiz o'tmaydi. Ko'zlarimga yosh keldi. U menga tik qaradi va shunchaki dedi. Men ketaman. Kechir. Men bu hayotga tayyor emas ekanman. U ortiga qaramasdan chiqib ketdi. Qolgan faqat men edim, tanlovim bilan yolg'iz, ajralgan va qalbi yaralangan. Yangi hayotni istadim. Ammo u menga baxt emas, saboq olib keldi. Va nihoyat hayot bir sahna, siz esa bosh rol egasisiz. Doim o'zingizni qadrlang, chunki qadrini bilmagan yurak hech qachon chin baxt topmaydi.